Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramımızda görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununa göz ataylı. Şərq Türkistan Müstəqillik Həmkarlıq Munbirining Xitoydan viza alıb Şərq Türkistanğa berib kelayotgan Şərq Türkistanlıqlarga qarata bayonoti 7 avgust kuni ANI xəbər torida təfsili xəbər qılındı. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Anju Josinning YouTube kanalida Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish tashkiloti, Şərq Türkistan sürgün hökuməti va Şərq Türkistan mustaqillik ko'rishi to'g'risida so'ralgan savollarga javob berdi. Xi Jinping davridagi Xitoyning yadro qurollarining tez suratda ko'payishini ilgari suradigan omillar Vashingtonni andishiga solgan. Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishi tashabbusi orqali Afrikadagi eng chong savdo hamrohi, haqdor va chet elga bevosita mablag' selish manbasiga aylangan. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Mustaqillik Hamkorlik Munbiri 7 avgust kuni Xitoydan viza olib Sharq Turkistonga berib kelayotgan Sharq Turkistonliklarga qarata bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Xitoydan viza olib ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonga berib kelayotgan Sharq Turkistonliklarga qat'iy ogohlantirish. 2024 yılı 6 avgust. Qarindaşlar, bu bayonot sizlarga vatanga berib kelayotgan yoki berishni planlayotganlarga qaratilgan. So'zimizni aniqlaylik. Sizlarning bu harakatinglar butun millatimizga va mustaqillik ko'rishimizga og'ir darajada ziyonkashlik qilyotidi. Vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan keng ko'lamli irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan chog'da va milyonlagan xalqimiz turmalarda xo'rlab o'ltirish lagerlarida inson chidovsiz azob uqubatlarni tortayotganda sizlar qandaqmi Xitoy tajovuzchi zolimlarining qo'yniga o'zinglarni atalaysizlar? Bu xoinlik emasmi? Unutmanglarki, Xitoy hukumati sizlarga faqat josuslik qilish sharti bilan viza berdi. Vatanga berishga boshqa yo'l yo'q. Sizlar buningga ma'qul bo'lgan hamon o'z qarindoshlaringizga sotqinlik qilgan bo'lasizlar. Sizlarning har qatimliq berib kelishinglar Xitoy tajovuzchilarining xalqimizga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini oqlash rolini o'ynayotidi. Shundaqla chet eldagi Sharq Turkistonliklarning yillardan buyon mustaqilligimiz uchun qilgan tirishchanliklarini yo'qqa chiqaryotidi. Chunki sizlar tajovuzchilarning atalmish Shinjongda hamma ish normal degan yolg'on tashviqotiga moslashyapsizlar. O'ylab beqinglar, sizlarning vatanga berib kelishinglar jarayonida qanchalagan Uyg'ur ayollari majburiy tug'mas qilinadi. Qanchalagan qiz ayollarimiz bosqinchilikqa uchraydi. Qanchalagan yoshlarimiz zo'rlab Xitoyga majburiy ishchilikqa avatiladi. Qanchalagan narsida bolalarimiz ota-onasidan majburiy ayirib etilib, Xitoy yataqliq maktab deb atalgan xitoylashtirish maqsadida mingiyish uchun maxsus ochilgan lagerlarga solinadi. Sizlarning har qatimliq berib kelishinglar Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlashiga fursat yaratib berdi. Xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan hissdoshligini, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga bo'lgan diqqatini va qo'llashini ojizlashtirdi. Bu tajovuzchilarga texmo erkin ozoda irqiy qirg'inchilik qilish fursati yaratib berish bilan barobar. Shunga biz qat'iy ogohlantiramizki, birinchi, darhol vatanga berib kelishni to'xtatinglar. Bormoqchi bo'lganlar darhol voz kechinglar. Bu sizlarning oxirgi fursatinglar. Ikkinchi, Xitoy tajovuzchi hukumati bilan har qanday hamkorlikni rad qilinglar. Ularning josuslik talabiga yo'q denglar. Uchinchi, vatanga berib kelish jarayonida ko'rgan tahdid, xo'rlashlarni o'z ichiga olgan Xitoyning barliq jinoyatlarini fosh qilishda aktiv rol o'ynanglar. To'rtinchi, ishonchlik deb qaralgan Sharq Turkiston tashkilotlariga yoki turayotgan davlatlarning istixborot o'rinlariga qandoq majburlanganliklarini bir-birlab deb beringlar. Shundoq qila olsanglar, hech bo'lmasa vijdoninglar azoblanmaydi. Agar sizlar bu ogohlantirishga pisand qilmasanglar, bilib qo'yinglarki, sizlarning ism familiyanglar xoinlar tizimligiga kirgiziladi. Kelgusida buning javobgarligini cho'qim ustinglarga olasizlar. Jamoat orasida sizlarning xoinliginglar fosh qilinadi. Sizlar bilan siyosiy emas, ijtimoiy sorunmi aniq ayriladi. Turishliq davlatlaringlarning munosabatlik taraflariga vatanga berib kelayotganlarning shu davlatda yashayotgan Sharq Turkistonliklar ustidan Xitoy istixboroti uchun payloqchilik qilish ehtimoli borligi to'g'risida uchur ma'lum qilindi. Asla unutmanglar, biz hammamiz bir kemada. Sizlarning har bir harakatinglar butun millatning taqdiriga, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga ta'sir ko'rsatadi. Vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi, milyonlagan qarindoshlarimizning o'rligi uchun, kelgusi avlodlarimizning kelajagi uchun keyingi qadamni o'ylab besinglar. To'g'ri yo'lni, haqni tanlanglar. Bayonotdan keyin imzo qo'ygan tashkilotlarning ismligi e'lon qilindi. Bular: birinchi, Sharq Turkiston Jumhuriyati surgunda hukumati; ikkinchi, Sharq Turkiston Jumhuriyati surgunda parlamenti; uchinchi, Alberta Uyg'ur madaniyat jamiyati; to'rtinchi, Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati; beshinchi, Sharq Turkiston farovonlik jamiyati;
6. Sharq Turkiston xalq jamiyati, 7. Sharq Turkiston fondi, 8. Sharq Turkiston madaniyat markazi, 9. Sharq Turkiston mustaqillik va qarindoshlik jamiyati, 10. Sharq Turkiston milliy fondi, 11. Sharq Turkiston milliy harakati, 12. Sharq Turkiston ulusal manfaat markazi, 13. Shvetsiya Uyg'ur komiteti, 14. Fransiya Uyg'ur birligi, Kanada Sharq Turkistonliklar federatsiyasi, 16. Gollandiya Uyg'ur birligi, 17. Gollandiya Yasha Uyg'ur tashkiloti, 18. Germaniya Sharq Turkiston yoshlar jamiyati, 19. Uyg'ur kultur uyushmasi, 20. Uyg'ur gulinish jamiyati, 21. Uyg'ur uchur markazi, 22. Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti, 23. Uyg'uriston ozodlik tashkiloti. Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbirining Xitoydan viza olib Sharq Turkistonga berib kelayotgan Sharq Turkistonliklarga qarata bayonoti 7 avgust kuni ANI xabar to'rida tafsiliy xabar qilindi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi 1 avgust kuni Anjou Josining YouTube kanalida Sharq Turkiston milliy uyg'unish tashkiloti, Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi to'g'risida so'ralgan savollarga javob berib, Sharq Turkiston milliy uyg'unish tashkilotining 2017-yili Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish, Sharq Turkistonning egalik huquqini qo'g'dash maqsadida qurilganligi, xarakteri, Sharq Turkiston surgundi hukumatining qurilish tarixi, ya'ni Xitoy tajovuzchilari 1949-yili Sharq Turkistonni ag'dirib tashlagan, Sharq Turkistonning tamoman mustaqil bo'lishini tashabbus qiladigan, Sharq Turkistonning egalik huquqliq demokratik jumhuriyat bo'lib asliga kelish uchun kurash qiladigan, parlament tuzumini asos qilgan, muhojiratga mustaqillik tashabbus qiluvchi Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy xalqlarning demokratik shaklda saylashidan 2014-yili barliqqa kelganligini, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining muhojiratga Sharq Turkistonliklarning orasiga bo'lgunchilik selish, Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelishining oldini olish, Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishning oldini olish uchun 1996-yili 10 moddalik 7-numurlik hujjatni e'lon qilib yo'lga qo'yganligini, 2000-yildan boshlab hujjat ro'yining amaliylashib, muhojiratga Uyg'urlarning mustaqilligini asliga keltirishning o'rniga Xitoyning hokimiyati ostida avtonomiya huquqiga erishishni tanlashi natijasida Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladigan Sharq Turkiston Milliy Majlisining amaldan qoldirilib, 2004-yili aprelda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni rad qilib, avtonomiya ostida Uyg'ur kishilik huquqini talab qiladigan Dunyo Uyg'ur qurultayining Germaniyaning Myunxenda barliqqa kelganligini, buningga qarshi Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladigan Sharq Turkiston Milliy Majlisi a'zolarining ikkinchi qatim qurilgan mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining sobiq harbiy ofitserlarining Sharq Turkistonning mustaqilligini qaytadan asliga keltirish irodasiga varislik qilish uchun Amerikadagi siyosatchilarni qoyil qilib, Sharq Turkiston surgundi hukumatini Amerikaning poytaxti Washingtonda 2004-yili 14-sentabr kuni qurib chiqqanligini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning eng uyg'un usul turug'liq Uyg'urlarning o'xshamagan qarashlar bilan ziddiyatlashishining sababi, ya'ni Sharq Turkistonning azaldan mustaqil bir davlat ekanligini, mustaqil tarixi va ishg'ol qilinish tarixini, Xitoy bilan azaldan kultur yoki til, tarixi yoki diniy e'tiqod jihatda hech qanday bog'lanishning yo'qligini, milodiy 6-asrdan boshlab Yarkent xonligi deb bilingan mustaqil Sharq Turkistonning Paris va boshqa tillardagi ma'nosidan qaraganda turk qolganligi deb atalgan turklarning davlati ekanligini, 1759-yildan boshlab Manchu Chang xonadonligining ishg'ol qilib olganligini, Sharq Turkiston xalqining 42 qatimdan ortiq ishg'oliyatga qarshi turish urushi qilganligini, 1860-yili Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga qarshi turib mag'lub qilib 7 shahar, ya'ni Qashqariya davlatini qurganligini, shu vaqtdagi barliq imperatorliklar bilan munosabat o'rnatganligini, 1876-yili Manjuching sulolasining Rus imperiyasining yordami bilan Sharq Turkistonni idora qilib olganligini, 1884-yili Sharq Turkistonni o'ziga tava qilib olganligini, Sharq Turkiston xalqining Xitoy ishg'olchilariga qarshi kurash qilib 1933-yili va 1944-yili ikki qatim Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurganligini, Sovet ittifoqining tajovuzchi Xitoyni qo'llashi natijasida yuqori darajalik amaldorlarning suiqasd bilan o'ldirilib, Sharq Turkistonning ag'dirilib 1949-yili ishg'ol qilinganligini, yaqinqi Amerika istixborot tashkilotining dokladida 30 nafar Sharq Turkiston Jumhuriyatining siyosiy va harbiy yuqori darajalik amaldorlarining
Sovet İttifaqı tərəfindən Xitayning Sharq Türkistanni işğal qılıb elishi üçün qasdlab o'ldirilganligining bayon qilinganligini, Sharq Türkistanning demografik qurilmasining o'zgarib ketganligini, ya'ni 1955-yili Xitoy atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb nom bergan vaqtida Sharq Türkistan nufusining 94%dan ortiqni tashkil qiladigan Uyg'ur va boshqa turk xalqining irqiy qirg'inchilik va turli qirg'inchiliklar tufaylidan nufusining 60%dan ortiqni egallaydigan holga tushib qolganligini, Sharq Turkiston xalqining hayotda qolishining birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, hech bir davlatning bizning Xitoyning hokimiyati ostida inson haqlarimizga erishishimizga kafolat bera olmaydiganligini, garchi Amerika, Angliya hukumati va g'arbdagi ba'zi davlat parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishini irqiy qirg'inchilik deb ayblagan bo'lsa-mu, hech qanday bir amaliy unum beradigan harakatni qo'llanib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatmaganligini, aksicha Xitoyning texmo azvaylab ketganligini, Xitoyning 1955-yili avtonomiya huquqi berimiz degan gapining faqat qog'oz yuzida qolganligini, Sharq Turkistonda ko'p sonliqni egallaydigan nupusning bargan siri oz sonliqni egallaydigan holga kelib qolganligini, shunga faqat mustaqillikni asliga keltirishning Sharq Turkiston xalqining mavjudligi va kishilik huquqini kafolatga ega qilishning birdan-bir yo'li ekanligini, irqiy qirg'inchilikni ayblash bilan cheklanib, amaliy harakat qo'llanmaganlikdan Xitoyning 21-asrdagi eng chong irqiy qirg'inchilik, mustamlik va ishg'oliyat qilmishini izchil davomlashtirish fursatiga ega bo'lganligini, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining Xitoyning har qanday siyosiy partiya guruhlari bilan munosabatining yo'qligi, balki Xitoyning irqiy ustunligi, ishg'oliyatchi xarakteri, Sharq Turkistonni kontrol qilish xirisi, odatdan tashqari siyosiy tuzumi va siyosiy ideologiyasi bilan aloqador ekanligi. Agar Xitoy demokratchilar haqiqiy demokratiyani qo'g'daydigan bo'lsa, Sharq Turkiston xalqining mustaqillik va hurlikka erishishini qo'llash kerakligini, amaliyotda ularning unda qilmaydiganligini, Xitoyning Sharq Turkiston Islom partiyasini Sharq Turkiston mustaqillik harakatini palach olg'a tushirish maqsadida qandaq o'tirg'a chiqarganligini, 2001-yildagi 11-sentabr vaqasidan burun Sharq Turkiston Islom harakati deydigan bir tashkilotning bo'lmaganligini va har qanday tashkilotning uning bilan munosabatining yo'qligini, Sharq Turkiston surgunda hukumati mustaqillik ko'rishida bir nishon bir maqsad prinsipida turadiganligini, ilgari e'lon qilingan Sharq Turkiston Jumhuriyatining barliq xalqning kishilik huquqi va boshqa turli huquqlari, shundaqla qimmat qarashlari qonun tarafidan qo'g'diladigan demokratik jumhuriyat ekanligini, Sharq Turkiston xalqining shu jumhuriyatning izidan demokratik jumhuriyat qurishni nishon qilib kurash qiladiganligini, Xitoyning maqsadining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni asta-asta yo'qotib etish ekanligini, shunga mavjudligimizni saqlab qolishning muhimligini, keyingi avlodlarning mavjudligini saqlab qolishda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning zarurligini, shunga Sharq Turkiston xalqini Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishda zarur bo'lgan bilim bilan qurollantirish kerakligini, Xitoyning pasportini ishlatishning Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol va mustamlika qilib olishni qabul qilganlik ma'nosida keladiganligini, ularning Xitoyga va Sharq Turkistonga berib kelib, Xitoy uchun xizmat qilish ehtimolining borligini, shunga bularning qabul qilinmaydiganligini, qarindoshlarimiz va boshqalarning Sharq Turkiston surgunda hukumatining to'r bekatidan hukumatning siyosati, faoliyatlari, Sharq Turkistonning ahvolidan xabardor bo'lishni, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam talab qiladiganlik qatorliqlarni anglatdi. Xi Jinping davridagi Xitoyning yadro qurollarining tez suratda ko'payishini ilgari suradigan omillar Vashingtonni andishiga solgan. Xabarlar haftasi xabar to'rining 6-avgust kunidagi xabariga qaraganda, yaqinda ikki partiyalik hay'atning parlamentga bergan dokladida Rossiya va Chayvshan elib kelgan yadro tahdidi bilan birga Xitoyning 3 taraflik to'liq yadro qurishidan andish qilinganligi ko'rsatilgan. Bu taraqqiyotlarga asosan hay'at Amerikaning yadro iqtidorini selishtirma suratda davomli zamonaviylashtirishining muhimligini o'tirg'a qo'ygan. Xi Jinping davrida Beijing yadro qurol omborini tezlikda kengaytirib zamonaviylashtirgan. Garchi Xitoyda hozir Amerika yoki Rossiyaga qaraganda yadro qurollari bir qadar oz bo'lsa-mu, Besh bino va mustaqil Stokgolm xalqaro tinchlik taraqqiyot o'rnining aytishicha, yana 10 yildan keyin mo'ljardagi 500 dona o'q beshining omborini birasi qatlab mingga yetkazoladi ekan. Xalqaro tinchlik Carnegie fondi jamiyatining yuqori darajali xizmatchisi Tung Zhao 7-oyda e'lon qilgan tadqiqot maqolasida Xi Jinpingning Xitoydagi yadro qurollarining kengayishini ilgari suradigan bir qancha omilni tilga olib, Xi Jinpingning Amerikaning strategik dushmanligiga bo'lgan andishining Xitoyning yadro mablag'ining eshishini bevosita ilgari surganligini ko'rsatib, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi kuch farqining tarixiga ergashib,
Beijing Washingtonni Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilish va Amerikaning xalqaro sistemadagi hukmronlik o'rnini saqlab qolish uchun tirishish, qalayimqonlashtirish va muqimsizlashtirish harakatlari bilan shug'ullanadi deb qaragan. Zhao Xitoy Amerika va uning ittifoqdoshlarining kelgusidagi qalayimqonchiliklarni tugutish uchun yadro kuchini o'z ichiga olgan harbiy kuchini kuchaytirishni zarur deb qaraydi. Xi Jinping yadro qurollarini Xitoyning cho'ng kuch o'rnining strategik tuvrigi deb qaraydi. Amerikaning yadro afzalligi Xitoyga texim cho'ng besim elib keladi degan. Zhaoning aytishicha, Xi Jinping iqtisod chekingandimi yadro iqtidorini oldinga o'rin qo'yish kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishi tashabbusi orqali Afrikadagi eng cho'ng savdo hamrohi, haqdor va chet elga bevosita mablag' selish manbasiga aylangan. Avam palata a'zosi Yong Kimning to'r betida 5 avgust kuni e'lon qilgan dokladida aytilishicha, Xitoy Xalq Jumhuriyatining qarz to'siqi diplomatiyasi doim shirkatlar orqali ijro qilinadigan bo'lib, yerlik mahalla va rayonlardagi jonliqlarning ko'p xilligini buzg'unchilikqa uchirtib ziyon elib keladigan. Hindi Tini Cho'kan komitetining raislik vazifasini o'tayotgan Avam palata a'zosi Yong Kim Xitoy Xalq Jumhuriyatining bir balvoq bir yo'l qurilish tashabbusi taraqqiy qilayotgan davlatlarni Xi Jinpingning qarz to'siqi diplomatiyasiga tushib ketishiga majburlaydi. Aciz zamanı ziyonliq ekologik muhit va ommaviy sog'lomlik xavfiga duchor qiladi. Biz Xi Jinpingning yer sharidagi kuchini oshirish jarayonida xalqaro muhit va emgak qonuniga xiloflik qilish qilmishining jazosiz qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Men tez suratli qonunga rahbarlik qilib, bir balvoq bir yo'l qurilishi tashabbusiga qarshi turganimdan. Xitoy Xalq Jumhuriyatining ekspluatatsiya qilish, muhitni qasddan bulg'ash va Afrika jamoatining turmushiga tahdid solganligining javobgarligini surishti qilganligimdan faxrlanaman degan. Avam palata a'zosi Colin Alrid biz Xitoy Xalq Jumhuriyati va Xitoy bilan munosabatli shirkatlarning Afrika davlatlarini davomli ekspluatatsiya qilib, xalqini ziyonli ekologik va ommaviy sog'lomlik xavfiga duchor qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Ikki partiyaning tez suratli qonuni Amerikaning siyosatini kuchaytirib jazolashga huquq berdi va Xitoy hukumatini Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan munosabatli o'rinlarni Afrikada sodir qilgan foydasiz muhit, ommaviy sog'lomlik voqealariga mas'ul qiladi degan. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Sharq Turkiston armiyasi qurilganligini xotirlab, ijtimoiy axborot vositalarida 1945-yili 8-oyda Sharq Turkiston Jumhuriyati Milliy armiyasi rasmiy qurilib, bir necha oydan keyin Batur askarlarimiz ko'rinarli g'alabani qo'lga keltirib, Tarbag'atay viloyati va Aqsu viloyatining Bay nahiyasini Xitoyning millatchi ishg'olchilaridan ozod qildi. Biz yana bir qatam Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirib, tajovuzchi Xitoyning ishg'oliyatidan qutqizadigan kunning keladiganligiga ishonamiz dedi. Psixikamizdagi mustamlikadan qutulish muhim. To'g'ri ong saviya xalqlarni mustamlikadan psixika jihatdan va axloqiy jihatdan ozod bo'lish yo'liga yuzlandirdi. O'zimizdagi mustamlikani qabul qilish psixikasidan ozod bo'lganda, ondan siyosiy ozodlik harakati boshlandi. Chunki mustamlika mahkumlikqa duch kelgan millatlarning ijtimoiy aloqasiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki ularning psixikasiga, ro'yiga va vijdoniga qadar ta'sir ko'rsatadi. Shunga siyosiy jihatdan ozod qilish harakatidan ilgari nafsiy, ro'yi va vijdoniy jihatdan ozod qilish va ong saviyani o'stirish harakatini boshlash muhim. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiyning fikrlaridan uzundilar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.